o'zini otardi, yerga, podokolniklarga boshini tinmay urardi. Alhamdulillah, Salomat opamlar bilan lecheniya qildilar, opajonimlar umrlari uzoq bo'lsin, Xudoyim yetkazdi bizga. Alhamdulillah. Shu hamma aytganlarini lecheniyalarini qildik. Menga boshida 12 tacha kurs degan edilar. Lekin 6 ta kursi o'zida alhamdulillah Xudoning qudrati bilan yaxshi bo'lib ketdi o'g'lim. Xudoga shukr, mana hozir 5 yoshda 1 yil bo'ldi diagnozdan chiqib ketganmiz. 6-kursda o'tganimiz o'zida aytganlar, Salomat opam umida bo'ldi. O'g'lingiz diagnozdan chiqib ketdi, sog'lom bo'lib ketdi, bo'ldi, yaxshi bo'lib ketdi, xavotir olmang bu yog'iga deganlar. Alhamdulillah, Xudoyimga behisob shukr, o'g'lim sog'lom. Xohlasanglar rasmini ham ko'rsataman bolamni. Xudoga shukr, o'ynab kulib yuribdi. Alhamdulillah. Bog'chalarga, sog'lom bog'chalarga chiqyapti. Xudoga shukr, mana